6-darsligimizga xush kelibsiz. 6-darsligimiz nimadan iborat bo'ladi? Indikator RSI'ni tushuntirib beraman va Fibonacci'ni bozorda qanaqa qilib ishlatamiz, grafikda nima muhim ahamiyatga ega, ulardan unumli foydalangan holatda qaysi pozitsiyani qanaqa payt egallashi batafsil soddaroq va tushunarliroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, indikator topish uchun men grafik tepasi time frame oldida men endi o'zim uchun eng kerakli bo'lgan indikatorlarni chiqarib qo'yganman. Mana shuni ustiga bossanglar, sizlarda demak indikatorlar qatori chiqadi. Va u yerda ingliz tilida relative strength index bo'ladi. Ustiga bossanglar, mana shunaqangi indikator sizlarda hosil bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni RSI indikator. Bizga indikatorlar o'zi nima uchun kerak bo'ladi? O'sha savdo bitimimizni amalga oshirib, aniqroq, yanada ham ko'proq ma'lumot olishimiz uchun kerak bo'ladi. Xo'p, RSI indikatorni endi biz nima qilamiz? O'zi indikatorlar o'zi nima uchun kerak? Indikatorlar qaranglar, narxdan bir oz qanaqadir sekund farq qiladi, ya'ni sekinroq harakatlanadi. 100% indikator o'ziga ishongan holatda savdo bitimini amalga oshirishni tavsiya bermayman. Ya'ni bu yerda RSI indikatorining nastroykasini ko'rib olinglar. Mana nastroykasida bu yerda RSI upper band, middle band, lower band. Ya'ni RSI maksimumi 70 bo'lishi kerak, o'rta qismi 50 va pastki minimum qismi 30 bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu chiziq ko'rsanglar 70, o'rtadagi 50 va 30. Bizga 70 va 30 lik zona kerak bo'ladi. RSI indikatorida nima ma'lumot berilgan? Agar narx 70 lik zonaga kelganda sell pozitsiyani, ya'ni narx tushishiga bitta ochishimiz kerak bo'ladi. Yoki aksincha, narx 30 lik zonaga kelganda narx ko'tarilishi kerak va o'sha yerdan buy pozitsiyani egallashimiz kerak deb tushuntirilgan bo'ladi. Lekin men sizlarga mana shu indikatorni yana bitta sirini o'rgataman. Bu siri shunaqangi yaxshi sizlarga effekt beradiki, sababi bu divergensiya holati. Ya'ni divergensiya holatini qanaqa ko'ramiz? Masalan, bitta nazariyasini tushuntirib beraman. Xo'sh, deylik, mana bu narxdagi holat. Mana bu narxdagi holat, bu indikatordagi holat. Divergensiya o'zi nima, qanaqa sodir bo'ladi, qanday holatda? Mana bu narxdagi holat, mana bu indikatordagi holat. Qaranglar. Narxda birinchi maksimumga qaraganda ikkinchi maksimum narx harakati balandroq bo'ladi. Indikatorda aksincha birinchi maksimum yuqoriroq bo'ladi ikkinchi maksimumga qaraganda. Indikator va narxda xuddi shunaqangi holat sodir bo'lishi divergensiya deb nomlanadi. Ya'ni mana shunaqa holatda ko'pincha indikatordan aniqroq ma'lumot olib turib, savdo bitimlarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Yoki naborot, misol uchun narx o'sishiga ko'radigan bo'lsak, W ni oladigan bo'lsak, bu yerda ham o'sha divergensiya holati. Birinchisi demak sell pozitsiyasiga edi, M patternda. Xo'sh, ikkinchisida buy pozitsiyasiga bo'ladi. Mana shunaqa holat ko'tarilganda, ko'rsatilganda. Xo'sh, endi biza nima qilamiz? Uzun minbora boshqatdan indikator chiqaramiz. Xo'p. Endi bu ssenariyni biz ko'rib chiqamiz hozir bozordan. Agar shunaqangi ssenariy topib olsam, sizlarga aniqroq qilib ko'rsatishga, tushuntirishimga osonroq bo'ladi. Hozir harakat qilamiz. M yo'q, bu yerda yo'q. Divergensiya deganda yana mana bu holatni olmaylik. Bu yerda divergensiya yo'q. Narxda ham, indikatorda ham bir xil harakat bo'lgan mana. Bu divergensiya deyilmaydi. Sal qarama-qarshiroq bo'lish kerak, sal teskariroq bo'lish kerak. Hozir topishga harakat qilib ko'ramiz. Mana marhamat, mana bu yerda divergensiya holati sodir bo'lgan. Demak, narxda bu holat, indikator desam mana bunaqangi holat kuzatilyapti. Mana divergensiya deganda mana shu holat, mana bu yerda maksimum ikkinchi maksimumdan pastroqda, bu yerda naborot birinchi maksimum keyingi maksimumga qaraganda balandroqdir. Mana shunaqangi holat divergensiya holati deb nomlanadi. Bunaqangi misollar juda ham ko'p. O'zingizlar grafik ochib, qarab, o'rganib, o'zingizlar ustida ishlab, iloji boricha harakat qilinglar mustahkamlashga uchun sizlar grafikda ko'proq ishlashinglar kerak bo'ladi. Xo'p,
keyingi instrumentimiz Fibonacci hisoblanadi. Fibonacci instrumentini chap qo'ldagi turgan instrumentlarning ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, o'sha yerda joylashgan bo'ladi. Birinchisida joylashgan fib retracement. Endi rus tilida balkim boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Mana shuni oladigan bo'lsak, men o'zim Fibonacci ishlatganim hisobiga chiqarib qo'yganman. Qaranglar, Fibonacci ikki xil holatda kerak bo'ladi bizga. Mana. Birinchisi demak, narx o'sayotgan bo'lsa, narx o'sib bir qayta qilib yana darsh o'sishiga ishlatmoqchi bo'lsak, pastdagi impulsdan tepadagi impulsgacha, ya'ni yapon shamchasini tanasidan soyasidan soyasigacha ishlatamiz. Xo'p, mana shunaqangi holat sodir bo'lishi mumkin. Endi bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, zonalar raqamlarga bo'lingan. Har bittasi qarshilik va qo'llab-quvvatlash zonasini bajaradi. Fibonacci'da misol uchun 0236, 0382, 05, 0618, 0786, 1 va 0. Qaranglar, Fibonacci'da golden zona qanaqa ko'riladi, nima uchun kerak bo'ladi bizga? Aynan o'sha 050 va 0618 oralig'ida narx reaksiya berdimi, o'sha katta ehtimol bilan biz bunaqa ssenariyda buy pozitsiyani egallashimiz kerak bo'ladi. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, Fibonacci'ni demak narxi maksimumidan minimumigacha tortib ishlatadigan bo'lsak, endi bunaqa grafikda qanaqa holat bo'lgan bo'lishi kerak? Narx impuls bilan tushib, qaytib, mana bu yerda reaksiya bergandan keyingina o'sha pozitsiyani egallasak bo'ladi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa 050 bilan 618 golden zona, ya'ni oltin zona hisoblanadi. Sababi bu yerda kuchli zona bo'lgani hisobiga ko'pincha holatlarda 050 bilan 618 buzilib o'tilmaydi, lekin ba'zida bilasizlar, bu bozorda har doim 100% deydigan narsa yo'q, tushuncha yo'q, unaqa instrument ham, strategiya ham yo'q, 100% ishlaydigan. O'shaning uchun shu vaziyatga qarab, sharoitga qarab ish qilamiz. Demak, tushunarli, agar narx impuls bilan tushgan holatda soyasigacha ishlatamiz, mana bunaqangi holat kuzatilgan bo'lsa. Endi bu nazariyasi. Xo'p, grafikka o'ziga keladigan bo'lsak, mana bu yerda hozir mana tayyor Fibonacci'ni ishlatadigan vaziyat ekan. Mana narx impuls bilan o'sgan, qayta o'qigan. Endi hozir bu zona qaysi zonada turgan ekan? Mana soyasidan soyasigacha. Mana bu soyaga e'tibor bersanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar mana bu soyaga e'tibor bersanglar bo'ladi. Mana qaranglar, 318 zonadan narx reaksiya bergan. Bu yoqdan o'sha biz bemalol buy pozitsiyani egallasak bo'ladi. Balki 050 bilan 618 kuchli zona, mana bu zonalarga kelib turib ham reaksiya berishi mumkin. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bu zonani yorib o'tsa, 050 zonadan reaksiya berib, narx balkim o'sib ketishi mumkin. Fibonacci shunaqa holatda ishlatiladi. Narx o'sayotgan bo'lib, qayta o'qilib darsh o'sishini biz ko'ra oladigan bo'lsak, impulsdagi pastdagi svechidan keyingi tugagan impulsdagi svechani tanasi, soyasi va soyasi. Xuddi shunaqa tarzda. Xo'sh, endi sell pozitsiyadagi ssenariyni ko'ramiz. Mana deylik, mana shu holatda oladigan bo'lsak, mana bu yerdagi impuls va mana bu yerdagi qaytuv. Mana bu yerdagi qaytuvni oladigan bo'lsak, qaranglar. Juda ham ideal ishlab bergan Fibonacci nimaga desanglar, chunki narx tushgan impuls bilan ko'tarilib 0.50 lik zonadan reaksiya berib narx qulagan. To'g'ri, mana bu yerdagi support zonani yorib o'tolmaganligi sababli yana narxda o'sish bo'lgan, lekin qaranglar 618 lik zona kuchli bo'lgan hisobiga yorib o'tolmagan va bu yerdan ham reaksiya berib qulagan. Mana shunaqangi holatda ko'rsak bo'ladi. Men sizlarga bo'lish uchun ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu yerdan reaksiya bergan va mana bu yerda yana qayta o'qilib 618 zonadan reaksiya bergan. Mana yo'l aka M-patternni ham ko'rib ketishimiz mumkin. Xuddi shunaqa tarzda biz grafikni ochib turib, ko'proq praktika qilib amaliyot o'tkazadigan bo'lsak, bu darslar biz uchun miyamizga mustahkamlab qolinadi va bozorda shunaqangi kerakli bo'lgan instrumentlarni ishlatib turib bemalol daromad qilsak bo'ladi. Xo'sh, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslar bilan ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.